Tugettim Elipbeni, Uyg'unib harflarni, marjanda xatlagan qoldirman daftarni. Tugettim Elipbeni, Uyg'unib harflarni, marjanda xatlagan qoldirman daftarni. Siz yaxshi o'qibman, yaxshi bola bo'layman, kafedaman cho'qib, umidim avdiy oqlayman. Siz yaxshi o'qibman, yaxshi bola bo'layman, kafedaman cho'qib, umidim avdiy oqlayman. Kel qizim o'qib bergin kitobingdan bir parcha, chiqargin anglaymanmi bilganlaringni barcha. Omma qizim o'qib bergin kitobingdan bir parcha, chiqargin anglaymanmi bilganlaringni barcha. Ay bo'ldik kiymen. Urg'oq ayga o'ldirdim. Ay bo'ldik kiymen. Ko'rdim sensiz yurtuzni. Ko'k ara kezib hardam. Yana birni Ma'qul da. Bizning aile. Bizning ailada 6 jon odam bor. Bobom, momam, dadam, opam, men va ukam. Bobom bilan momamdan ishga chiqdi. Dadam Saudda ishlaydi. Opam doktor. Men 1-chi sinfda o'qiyman. Ukam bolalar bog'chasida turadi. Bizning oilada bu kunlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men ailamni bak yaxshi ko'raman. Barakallah umma qizim, aqlimizga ko'z tegmesin. Barliqimsiz, umidimsiz, mening umma qizimsiz. Barakallah umma qizim, aqlimizga ko'z tegmesin. Barliqimsiz, umidimsiz, mening tatlı qo'zimsiz. Jinida dinim aka, tiz yaxshi o'qiyman. Kelgusida men cho'qib, yarimliq odam bo'layman. Jinida dinim aka, tiz yaxshi o'qiyman. Kelgusida men cho'qib, yarimliq odam bo'layman. Kelgusida men cho'qib, yarimliq odam bo'layman. Ondan olsa yana davamlıq. Lirik ijodiy kuylarimiz sizlar uchun bo'ladi. Lirik ijodiy kuylarimizdan Sığınış temasındaki naqshamni sizlarga taqdim etsam qanday? Marhamat.